Qish so'nib bo'lgan ekan pechkaning tafti, tizza bo'yi bo'lib yog'gan ekan qor. Eshik tutqishi ham rosa muzlabdi, sovuqqa chidamas cho'kkari devor. Soat 6 bo'ldi, tongdan yo'q darak. Tunga homilador ekan qora qish. Otam mol hollarga qarash kerak, pechkaga o't qalar onam boyaqish. Moychiroq tutmagay mehrini darigʼ, ammo vaqt ziqnachol, tushunmas gapga. Uyquga to'ymagan issiz bolalik ota-onasini doim maktabga kuzatmoq vajidan ochar edi ko'z. Ukasini turtar. Turgil, ey o'g'lan, qara, rasm solmish derazagamiz. Qor ham undiribdi, yana qor bo'ral. Otam hovlida qor kurardi hanuz. Onam tovuqlarga berar edi don. Butun qishloq uzra yopilgandi buz, yorishay demasdi to'nglagan osmon. Endi navbat bizga. Qorinni to'qlab, soatga qaraymiz. 10 kam 7. Ota, qoling deya ocholmaymizlar. Ona, dil so'zlarim yig'ilib ketdi. Soat 7:30. 2 muallim qor kechib jo'naydi maktabi tomon. Derazadan doim xomush boqardim, qishloq sari xomush boqaman hamon. Qush ham uyg'onmasdan 2 fidoyi qo'nishib jo'nardi yalang'och yo'ldan va horg'in ahvolda qaytardi doim paltosini yenglari oqarib bo'rdan. Sochlari oqarib qaysidir tinmas o'quvchining shayton xiliqlaridan. Otam aytardiki, aslo mumkin emas. Onam sho'xliklarni qilar ediman. Choy ichib, toki shom o'qilgunicha birday ter to'kardi ular hovlida. Otam o'tin yorib qo'yardi picha, supurgi tushmasdi onam qo'lidan. Otam derazaga klyonka urib, onam tirqishlarga paxta tiqardi. Bari bir tunlari izg'irin bo'lib, ukamning issig'i chiqardi. Otam tom kirardi joni xatarda. Onam qozoniga solardi mehr. Bu paytda esi bor odamlar aroq ichib, qarta o'ynardi quyruq tomonini pechkaga berib. Yaxshiyam oqshom bor. Yaxshiyam tun bor. Ilojsiz hovlida hayot so'nardi. Lek uxlamas edi ovqat yeb zinhor. Yozuv taxtasiga borib qo'nardi. Hijjalab o'qilar bir quchoq daftar. Qip-qizil bo'yalar aji-buji xat. Maktab haqida bo'lar edi suhbatlar, darslar bilan bog'liq bo'lardi faqat. No'noq bir shoirman. Butun bir kunning ikir-chikirlarini sololmam she'rga. Shusiz ham otamni maktab qaritdi. Onam ko'z nurini maktabga bergan. Izg'irin kechalar ertalabgacha so'nib qolar edi pechkaning tafti. Otam peshonasi shudgor edi, yorilib ketgandi onamning kafti. Do'stlar, bu she'rimga berolmayman sharh. Bermoqchi emasman yo siyosiy tus. Muallim ketardi, aylanardi charx. Qor yog'ib chiqardi oqshom ustma-ust. Ibodatxonadek tuyular edi menga u zamonlar o'quv dargohi. 2 muallimni olib ketardi, tongda yog'ayotgan yomg'irlar gohi.